Otingiz bo'laymi, itingiz bo'laymi? Itdan menga ne foydadir? Ot qazisi sog'lig'i uchun foydadir. Vochayt! Faqat mol sotganda aybini aytib sot deyishgan. Aybim bor. Chidab bersangiz bo'ldi. Yo'q, siz o'ylagan ayb emas. Ha, u ayb bo'lmasa bo'ldi. Boshqa aybizga chidayman qolgan hammasiga. Qani, choydan qo'ying. Degan natijalari to'g'ri, lekin bolalarimning burni nimaga katta? Bir gap bor. Adasi, 4-miz ham o'zingizga o'xshaydi-ya. Men burni katta. Bolalarimning burni katta. Xotinimni kimnidir bordi. Doktor Muhsin? Voy! Bolalarga o'xshayotganmi? Zapa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana bu doktor Muhsin shu yerda ishlaydimi? Doktor Muhsinmanmi? Lekin buning chiroyli tataridan malika. Shunda bumi? Ha? Lekin men faqat burnimni operatsiya qilganman. Burni katta bo'lsa ham bolalarim chidab yashayman de. Lekin men bu jakuyga chidab bo'lmaydi. Aybim bor.